Jiga tasavvur qiling, qo'lingizda 40 ming dollar pulingiz bor. Nima mashina olgan bo'lardingiz? Mana shu savolga kommentga kirib, albatta bitta javob qoldiring. Chunki niyatingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, albatta sizga Alloh beradi, yetkazadi o'zi. Siz kommentga yozib turguningizcha, men sizga BYD Song L obzorini qilib bermoqchiman. Xitoyga o'zida 1200 kilometr yurgan mashina yengida, hali hech kim nomiga chiqmagan Jiga. Agar oladigan bo'lsangiz, sizning nomingizga tayyor chiqadi shu mashina. Kraskalari top-toza, mashina sportivniy ko'rinishni beradi sizga. Emotsiyasini ham olasiz. 660 kilometr yuradi, juda tez apparat bo'ladi, lidari bor, 360 kamerasi bor, eshiklari og'irgina, bezramchli oynalar mana. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bezramchli oyna, elektronniy ruchkalari bor, besklyuchovoy dostуп bor. Oldi sidinlarda massajlari bor, oldi orqa sidinlari isitadi, sovutadi va pamyat sideniyasi ham bor Jiga. Panorama tom bo'ladi bunda, lyuk emas, shtorkalari yopilmaydi, lekin tonirovkasi bor. Multirul, monitor, tablo, richak mana shu. Audio sistemasi ham cho'tki, eshiklari og'irgina, ochilib yopilishi vashsiz zo'r ekan Jiga. Orqa o'rindig'ini ham bitta ko'ring. 660 kilometr yuradigan elektrichka. Juda ham tez mashina Jiga. Orqa tarafidan ham bitta o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Spoilerlarni ko'ryapsiz-a? Dahshat lekin. Niyat qilgan bo'lsangiz albatta bosib oling. Shunaqa tez mashina qidirayotganligi, sport kar emotsiyasini olmoqchi bo'lganligi videoni albatta jo'natib qo'ying. Buni orqasi tortadi. Endi diskalariga e'tibor bering. Oldi orqasida ham oporniy diskalari bor. Oldi tarafidan ham juda chiroyli. O'zi yengisi 38 ming oralig'ida sotilyapti. Bu kamyob mashina bo'lgani uchun sizga 35,5 mingdan sal narxini o'tib beramiz. Atak bosib yuboradigan joyi. Bunaqa narx lekin yo'q bozorda. Aynan shu avtomobilni hozirgi kunda topishingiz qiyin. Past raqamlar qoldirilgan. Mashina olsang Bektog'dan ol. Bo'lmasam vobshomi. Sog' bo'linglar.